Oh, mana nihoyat keyingi tong ham otdi va xo'sh, ko'cha sovuq, shuning uchun kiyimlarimni ham kiyganman. Ko'cha ertaga sovuq bo'lishini bilib, va mana bu mening mollarim. To'g'ri sal jitelga o'xshaydi, ammo mayli, siqilmaymiz va bu mollarimning ovqati. Xo'sh, bu kimni uyi bu? Bu kimning uyi bo'lishi mumkin? Hozir. Hoy, boy ekan. Oching, menimcha bu boyni. Assalomu alaykum. Salom. Sening isming kim? Mening ismim yo'q. Sening isming yo'q? Ismi yo'q odam qanday qilib yashashi mumkin? Xo'sh, nimadir sasyaptimi? Nima? Sen sasyapsan, boray bo'lmish bilet. Yo'qol, oldimga kelma. Kambag'al. Unaqa vashsi oshirib yubormang. Nima qilasan? Uraman. Xo'sh, korotchi. Sen nimaga kelding? Nima maqsadda sasib otsan? Bu yerga kelishning sababi bu uyingizni tanishtirib chiqa olasizmi? Qo'shnichilik, mingilchilik degandek. Mayli, endi sen bo'miz bilan qo'shniman. Afsus, bu yerga kelganim uchun. Mayli, kir. To'xta, mol. Molxonada katta bo'lganmisan, nima balo oyog'ingni yechib kel. Oyog'ingni debman. Nimangni? Potinkangni yechib kel. Mayli. Mana yechdim. To'xta. Mayli, kiy. Juda ham sasyapsan. Oyog'ing sassigan. Kiyib ol. Xo'sh, korotchi. Yonimga yaqinlashmasligingni so'rab qolaman. 2 metr masofa saqlaymiz. Mana, o'zing tanishib chiq. Bu nima? Ovqat? Yo'q, men bu yerdan ozgina olaman. To'xta. Joyiga qo'y dedim. Mayli, mana qo'ydim. Xo'sh. Xasis. Nima deding? Yo'q, hech narsa. Bo'l. Tanishishni davom et. Uyimni uborga qilishim kerak. Bu nima? Bu yotoq, ko'rmayapsanmi? Yerda uxlamading. Ha deyishimni kutib turardingizmi? Xo'sh, bu nima? Xatolikmi? Unaqa xatoliklar bilan ishing bo'lmasin. Ana ustalar xato qilib ketishgan. Nima uchun? U yeri bilan ishing bo'lmasin. Mayli. Xo'sh, endi bu yer nima? U yer bilan ham ishing bo'lmasin. Endi yo'qol. Bor. Chiq. Sasib bossan, bor. Bo'lmish. Boy kalla. Bo'mja. Boyvachcha. Xo'sh. Aytgacha. Kopiya. Boy. Kopiya. Boy. Nima boy? Nima? Boyvachcha, korotchi ish bormidi? Nima ish? Ish kerakmi? Ha, mayli. Ish kerak bo'lsa, men hozir ishimga ketaman, shuning uchun aytgandek uyni uborga qilish kerak edi. Uborga qilish uchun sendan iltimos qilmagan bo'lardim. Sen uborga qilishing shart. Agar pul kerak bo'lsa, albatta kir. Uborga qilishni davom et. Mayli. Agar ishdan kelganimda bitta narsam yo'qolganini ko'rsam yoki uyim sasib yotadigan bo'lsa, o'zingdan ko'r, kallang bilan javob berasan. Tushundingmi? Mayli, lekin og'zim bilan edi. Ha, mayli. Bo'ladi. Xayr. Boy sifat bo'lmish. Xo'sh, mayli, ozgina aytganini qilaylik. Bo'ldi. Kerak emas boshqa. Ovqatlaridan ozgina olamiz. Ha. Mana shunaqa ovqatlarni juda ham yoqtiraman. Endi bularni kisamga solib qo'yaman. Va bularni ko'rsatmaslikka harakat qilaman. Keyin mana bu yerni tozalab chiqaman. Mana bu qora yer shart emas-ku, baribir qorayib yotibdi. Xo'sh.
Xo'sh, bu yer nimaga kerak bilmadi bu, qamayli. O'zi ikkita divanda cho'zilib yotami yoki bu? Unchalar semiz. Bola, charchadim. Boy kelyapti. Bo'lmiz. Bomja. Nima gap? Tozalab chiqdingmi? Ha, Короче, meni ishimdan sal ertaroq yuborishdi. O'zi kechgacha ishlardim. Boshlig'imiz kelyapti. Xo'sh, endi hech nimani olganing yo'qmi? yo'q albatta. Sizdan nimani ham o'g'irlardim? To'xta, bu yoqqa. Nima? Bu yoqqa. Seni nima sopkangga berishim kerak edi-yu. Bermaydigan bo'lib qoldim, uzr. Nima uchun? Endi shunaqa bo'lib qoldi, keyinroq beraman. Vaqtim yo'q. Yaxshimi? Mayli, bo'lmasam ertaga berasiz. O'zim bilaman qachon berishni. Yo'qol. Xayr. Mayli. Bomja. Boyvachcha. Mayli, ozgina uxlay. Ha, mana nihoyat keyingi tong ham otdi va men bugun ham endi boyvachcha o'zidan ketadigan boyni uyini yana uburka qilishga borishim kerak. Baribir soqqa kerak-ku. Assalomu alaykum boy. Assalomu alaykum. Xo'sh, to'xta. Katta xolangning uyimi senga bomja sasvossan. Shunaqa issiq kunda kurtkalaringni, shapkalaringni kiyib nima gap bor? Menga o'xshab yurmaysanmi? Mazza qilib, mamanaqa qilib. Mayli, bo'lmassan-ku endi. Короче, endi Yana ish berasiz. Da. Mamanaqa joylarni yana uburka qilishing kerak. Kecha sal nima? Do'stlarim kelgandi, o'zimga o'xshagan boy do'stlarim. Endi senda do'stlar yo'q-ku, bomjasan-u. Shuning uchun boy do'stlarim kelgandi, sal kirqib ketishibdi. Ular ham bir ikkita senga o'xshagan molparastlar. Shuning uchun shunaqa qilib ketishibdi. Mayli, bo'pti, uburka qilib qo'y. To'xtang. Siz ular deya so'kmadingizmi yoki duxingiz yetmadimi? Duxim yetdi. Sal nariroq tur, o'pishmoqchimisan nima balo? Yo'q. Yog' bilan ishing bo'lmasin, короче. Ularni ketdim men. Boshlig'im yana ish buyurishi mumkin. Xayr. Do'stlar, yana bir marta uxlatamiz. Men bulardan ko'proq olamiz. Bundan ham olma baribir kerak narsa. Bulardan ham millionta olamiz. Men bu ya'ni sabzidan ko'p olmayman. Bu chala boy ekan-ku. Mayli. Xo'sh. To'xtanglar. Ozgina bir sirli joyi yo'qmi tekshirib ko'raylik. Hammayli baribir yo'q bo'lishi mumkin. Lekin mana bu yeriga men juda ham qiziqyapman. Nima bo'lishi mumkin-da? Mayli, bugun kechgan o'g'irlikka tushaman. To'xta. Uburka qilmayapman. Bunaqa. Va yotoqxonasiga keldim. Bo'ldi do'stlar. Mana top-toza bo'ldi. Shuni kutdim. Endi shu yerda baribir boyni kutmasam bo'lmaydi. Ana sassiq boy kelyapti. Bo'lmasa o'g'riga chiqarib yuboradi, lekin o'zi o'g'riman. Xo'sh, nima? Salom. Bomja, nima gap? Xo'sh. Uburka qildingmi? Ko'rib turganingizdek, ha. Ko'rib turganimdek, ha. Mayli, men ozgina ovqat yeb olay. To'xta, ketma. Nimaga meni ovqatlarim kam? O'g'irladingmi? Yo'q, ha, aytgancha men bu gapni aytish esdan chiqdi.
bitta bir kuchli yigitlar keldilar. Meni do'pposlashdi. Endi turib urmoqchi bo'lganimda kuchim yetmadi. Keyin hushimdan ketirishdi. 5 sekundga qarasam yo'q. Qochib ketibdi. O'g'irlarmi? Ha. Shu golemlarga vaqtida pulni bermaganim yomon bo'ldi-da. Senga o'xshagan bo'lmish qanday qilib uni qo'riqlay olardi? Ha, mayli, yo'qol. Burkanga ham seni kallangga yo'qol. Oylik bermayman sen kuchsizga. Nima uchun? Yo'qol, pul bermayman. Pul yo'q, qarochi. Yoki urushgan kelyaptimi? Yo'q, tush ko'ryapsizmi? Ha, mayli. Agar yana bir ikkita o'g'irlarga ko'zing tushsa menga ayt. Aytmasa o'zingdan ko'r yoki o'zing o'g'irladingmi? Yo'q, sizni aldab nima qilaman? Xo'sh, mayli bo'ladi. Hayır. Lo'q. Xo'sh do'stlar, bugun uning kechga uyga o'g'irlikka tushamiz. Kech bo'lguncha ko'rishguncha. Do'stlar, men iloji boricha kutdim. Sal kech bo'ldi-yu, lekin meni sabrim chidamayapti. Xo'sh, hozir ishga ham ketsa kerak boy. Shunda o'g'irlikka tushamiz. Kakras ishga ham ketyapti. Boy. Nima qilyapsiz? Nima? Nima qilyapsiz? Seni ishing bo'lmasin, meni ishim bor ekan, do'stlarim chaqirib qoldi. Mayli, bo'pti. Uyimni agar o'g'irlarni ko'p qolsang, menga telefon qil. Telefoning ham yo'q-ku. Mayli, o'zing urushga harakat qil, tayoqingni nimaga ko'tarib yuribsan? Kakras urush uchun faqat yordam bermasa kerak. Hayır. Bo'ldi. O'rkasiga qaraydi bo'ldi. O'rkasiga qaradi. Va mana yaramaz uyni ko'rdik. Qatdan kirdi bu cheater. Menimcha u boyni bolasi shekilli. Xo'sh, men mana bu yerda juda ham sirli joy bor. Shunga qiziqyapman. Shuning uchun Richard topishim kerak. Ya'ni kalit Minecraftda albatta. Xo'sh. Bu suvetlarning orasida yo'q. To'xta. Mana bu yer. Kech bo'pti. Video ham olinib turibdi. Va mana bu yer haqida boy so'raganimda to'liq javob bermagandi va shubhali ko'rinyapti. Shuning uchun nima sandiq? Ochib biz boymiz. Endi bu yerni yopib qo'yamiz, hech kim sezmasligi uchun. Endi boy bilan mendan tashqari hech kim yo'q-ku. What? Sandiqni ochib ko'ramiz. Olmas kiyimlarni olaman va boshqalari kerak emas. Boshqalari ham olaman. Shaharga borib hammasini sotaman deb boyib kelaman. O'zi boy bo'lyapman-u hamali. Men bundan do'stlar, ko'rasizlarmi? O'zi boy bo'ldim men ham. Albatta boydan emas. Mayli, Mayli do'stlar, endi bu richakni ko'p qo'ymasak bo'lmaydi. Bo'lmasa sezib qolishi aniq baribir. To'g'rimi? Yopib ham qo'yamiz. Ketdik endi. Tezroq, o'zi kech bo'pti, tezroq qochish kerak. Ozgina sabr qilganda edi, hamali. Mana keladi. Mana do'stlarim bilan kayf qildik. Endi meni boylikchalarim o'zimmi, shaharda mendan boy inson yo'q. Xo'sh. Va richakni qo'yamiz va nima? Boylikim yarimi yo'q. Olmos kiyimim, bloklarim. Voy, meni jonim. Uni kim o'g'irlagan bo'lishi mumkin? Kim?
Menimcha bu albatta o'sha bo'mizning ishi. Voy do'stlar, u kelyapti. Tezroq yopish kerak. Bo'miz. Bamzacha. Uyimni ilib ketsam bo'ladi ekan, ha? Menimcha u cho'chqa o'g'limni ham o'ldirgan. Voy bo'mza. Voy bo'mza. Voy, nima? Voy, nimaga bunda kechqurunda hamma uxlab yotganda turdingiz mana? Xo'sh, sen nimaga meni boyliklarimni o'g'irlading? Ayt. Qanaqa boylik? Men hech qanaqa boylikni o'g'irlamadim. Meni qo'ymisiz yoki? O'g'irlarni ham ko'rganim yo'q. Sen menga yolg'on gapiryapsan. Men seni Ay, mana senga. urma. Yo'qki. Sen butunlay jonimga tegding, yo'qki. Men o'g'irlagandim albatta. Yo'qki, o'g'ri. Hech nima ko'rinmayapti. Nahotki men uni o'ldirdim. Ha, do'stlar. Men boyni o'ldirdim. Albatta bo'miz bo'lib turib, soxta bo'miz bo'lib turib. Ha, men zo'rman. Endi uy meniki. Men bu sassiq uyga qarayman endi. Xo'sh, endi buni 1-2 kunlarda olib tashlayman. Keyin deb qo'yaman. Va bularni ochibdi-ku. Mayli. Do'stlar, to'xta. Hozir. Xo'sh, mana do'stlar, kiyimlarimni kiydim. Albatta to'liq emas. Nimaga ishtonim yo'q desanglar, ana yaramas boy bilan urushib qolganda qanaqadir qilib o'g'irlab ketibdi yaramas o'g'ri. Xo'sh, o'zim ham o'g'riman. Shuning uchun ishtonimni ham yo'qotib bo'ldim mana nihoyat. Albatta toza ishton sotib olaman va sizlar bilan xayrlashaman. Sizlar bilan boy va kambag'al bo'ldi. Xayr.